Assalomu alaykum. Assalom. Siz jigarlar ko'rsatuv xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Sizlarni ko'rganimda juda ham xursandman. Oxirgi marotaba Iskandar yoki Samandar bir-biringizdan nimadir sabab bo'lib keladingizmi yo'qmi? Yo'q, ranjish bo'lmadi-yu, lekin ukam tanbeh berdi. Menda bitta ishga sal be'e'tiborlik bo'ldi. YouTube kanaliga qo'yilgan ko'rsatuvda. Shunda aka, shuni sal be'e'tibor bo'libsiz. Buni o'zim buni albatta aytadigan narsa emas. Shuni esimga solib o'zini olib keladi. Olis masofada edik, telefonda gaplashdik-da. Shunda Toshkentda gaplashamiz. Bo'ldi. Telefonlar uzildi, qo'yildi, chunki chuqurlashmaylik dedik, umr uzoq bo'lsin. Bu ham mana endi chuqurlashgan sari ortib borishi mumkin-da endi haligi. Zardob ham boshlansa ham qaraman. Yo'q, undan keyin hafta o'tgani yo'q, ko'rishdik. Yana elbixonasida ikkalamiz ham bir joyga aytilib qolgan ekanmiz. Shunda hali to'yxonaga ichiga kirmasdan turib gaplashib olaylik bo'ldi-da. Bundan taklif gaplashib olaylik. Shu qolib ketuvdi hali. Mavzu yopilmoqda aka. To'g'ri dedim. Bir chekkaga o'tdik-da, ikkalamiz. Gaplashib oldik. Ha, orada bir bo'lib o'tadi, endi hayot bo'ladi. Hammasi yaxshi joyga tushib ketdi. E'tirozli o'rinlar bo'ladi rostdan ham. Aka ukaga, uka akaga e'tiroz bildirishi mumkin va bu tabiiy, to'g'ri. Necha og'lik bir-biringizni gapingizni ko'tarasiz. Menga boshida og'ir tuyuladi e'tirozlari akamni. Lekin keyin o'ylab qarasam, vaqt o'tadi, ozgina vaqt o'tgandan keyin akam to'g'ri gapni gapirgan ekanligini bilaman. Bir xil paytlarda men rostman yoshlik qilib qo'yaman yoki qaysidir payt bir hissiyotga berilib ketib qolib bir shunaqa bo'lib qoladi, haligi akamga sochib yuborgan bo'laman-da, lekin akam tushunadilar. Vaqt kelgandan keyin asabiylashma ukaja, arzimagan narsaga bunaqa bo'laversang, o'zing nobud qilib qo'yasan. Ha deb bunaqa yonib ketavermagin. Meni ham kallam bor, aqlim bor uka. Har holda sendan kattaman. Nima qilayotganimni bilaman. Nima qilayotganimni bilaman. Shuncha farzandlarni katta qildim, oilaga o'zyapman, boshqa qilyapman uka. Mana bir narsani bilmasam, gapirmasam kerak deylar. Shundan keyin men o'sha gapni o'zi menga deyarli yetadi. Endi biz ziyoli oilada o'sganmiz. O'shaning uchun bizga onam tarsaki bilan emas, balki gap bilan urushni yaxshi o'rgatganlar-da. Chunki onam shunaqa gap gapirardilarki, biz chidamay ketardik-da. Undan ko'ra urib yuboring onadirdik-da. Xuddi shunaqa biz farzandlarga ham o'tgan, shunaqa bir-birimizga so'z bilan qanaqadir bir-birimizni yaxshi to'g'ri tushunamiz. Siz so'rayotgan narsa aynan bizda bo'lganda ham ko'p bo'lgan bunday narsalar. Bir-birimizni gapimizni ko'tara olmaslik, ba'zilariga tushunmay. Lekin ancha bo'ldi, ulg'aydik shekilligida, ulg'aydik. To'g'riroq javob menimcha ulg'aydik, katta bo'ldi. Men 47 ga kirdim. Samandar 45 ga oshdi. Endi 30 yoshdagi munosabatlar yo'q. Endi hozir juda og'irlik bilan gaplashamiz. Hozir tabiiy shunday bo'lib qolganmiz. Hozir bunaqa lovullab ketishlar yo'q. Va gapni oldin men qaragin, mana bunaqa shap aytib qo'ya qolar ekanmiz. Hozir ehtiyot qilib, hozir misol keltirib, hol ahvol so'rab bir-birimizdan yaxshimi? Anaqa bir nima edi, bir so'rash bor edi, bir nima ko'rib qoldim yoki bunisi eshitib qoldim deb sekin, chiroyli olib kelib tushuntirish. Shu aslida qanaqa edi deb neytral bo'lib oldin so'rab olib turib, keyin fikr bildiramiz hozirgi kunda. Tayyorlab olib, hozir oldin ayamas ekanmiz deb o'ylayman-da, oldin bir-birimizni. Yo ayamaslikka aqlimiz yetmagan ekanda endi. Hozir endi yosh katta bo'lgan sari birinchi o'rinda bir-birimizni ehtiyot qilib qolganmiz. O'sha muammodan ham, o'sha aytilayotgan gapdan ham ko'ra menga masalan ukamning sog'ligi kerak, bunga meni sog'ligim va tinchligim, halovatim kerak. Oldin o'sha taraflarni tarbiya qilib olibdir. Endi gapish tabiiy hozir shunaqa holga kelganmiz hozir. Bir yigit to'yda o'tiribdi, yig'layapti. Otasi bor, onasi bor. Otasini otasi ham bor, onasini onasi ham bor. Ikkita o'g'li, ikkita qizi, ikkita yengil mashinasi bor. Yetimman deb yig'layapti. Kimdir otasini qaysidir tomonlarini qaytarishi mumkin-da, kimdir onasida. Bu xoslik bor, o'ziga xoslik, qaysi jihatlarini qizmi, o'g'ilmi qanaqadir oladi. E'tibor berganmisiz? Jihatlarini, harakatlarini, qaysi tomonlarini, masalan, Samandar masalan kimdan olgansiz? Sizchi qaysi tomonni shu o'xshaydi otamga emas tomoni yoki bu tomonim onamga o'xshaydi deya olasiz, kelaveringiz. Akamni jahldorliklari xuddi dadamni o'zlari. Har narsaga ham jahl qilavermaydi, lekin elementar ko'p narsalarga odamlarning bir farosati yetmasa yoki kimdir befarosatlikdan bir narsa qiladigan bo'lsa, tez yonib ketadilar, tez tutab ketadi. Sovushi ham yaxshi, jahldan tushishlari ham, u tomonlari ham o'xshaydi, qattiqqo'lliklari
oilada farzandlarga nisbatan qattiqqo'llik bilan vaqti kelganda mehr berish, lekin vaqti kelganda qattiqqo'llik bilan tarbiya qilish, oilada ham bizga nisbatan akamda o'tgan, hozir javoblik o'tgan, qo'li ochiqlik dadamdan 100% o'tgan akamga biz ham hammamiz ham qo'li ochiqmiz qo'limizdan kelgancha, lekin men masalan akamdagi emasmanda, akamimiz singari men masalan Qoraqalpog'istonda bitta muxlisi shuni ko'rgisi keladi-yu, lekin yura olmaydigan bo'lsa, Qoraqalpoqqa borib shuni ko'rib keladi. Bor, mashtaqa taraflari bor-da, o'shaning uchun menimcha ikkalamizga ham masalan ayrim bir fazilatlari ikkalamizda ham bor. Aynan ayrim bir fazilatlari ikkalamizda ham bor. Ayrim fazilatlar bo'lingan. Menda yo'q fazilatlari masalan bunda bor. Masalan, sal soddaroq aytadigan bo'lsak, oliftalik deylik, kelinglar. Ilgari masalan olifta deyilgan bo'lsa badiiy tilimizda dadam juda ham chiroyli kiyinishga, masalan mana hozir O'zbekiston xalq ustozim G'ulomjon Yoqubov qanaqa kiyimga e'tibor beradilar. Dadam rahmatli shunaqa edi. Samandar shunaqa. Men kiyimga uncha e'tibor bermayman. Shuning uchun uydagilar ham boshqalar ham, "Ey, siz san'atkorsiz" deb salam deb o'shaga kiyinib chiqing. Mashinada chiqasizmi deydi-da, haliga bozorga chiqadigan bo'lsak ham xotinim, "Ha, nima qildi?" "Yo'q, men nima? Anonizni kiyimim bundoq qilib, yeb siz deb nima qilmang." Iskandar degan nomingiz bor. Nomingiz bor. Siz Samandarda akasi ham nomingiz bor. Falan degan nomingiz bor deyiladi-da. Ha, Samandar masalan oddiy tashqariga bir Buxongaga chiqsa ham yoki boshqa ham dadam rahmatli shunaqa edilar. Endi ikkalamizda bor fazilatlari oila parvarliklari. Qo'lgariga nima tushsa, birinchi o'rinda uyga ko'tarib kelardilar. Ro'zg'orga e'tiborli bo'lish birinchi o'rinda juda ikkalamiz ham ro'zg'orga yaxshimiz. Avvalo bu onamizning tarbiyalari, lekin baribir dadamizdan o'tgan fazilatni tarbiya qilganlar-da endi. Yo'q narsani tarbiya qilib bo'lmaydi-ku. Doim masalan muzlatgichlarimizga e'tiborli bo'lib turamiz. Sal pasayishi bilan birinchi o'rinda boshqa tashvishlarimiz, boshqa g'amlarimiz ikkinchi, uchinchi darajaga surilib turadi-da. Uyni, ro'zg'orni, go'shtni, uni qilib qo'yaylik-da. Mayli 3-4 kun voqeaga surilib tursa, oldin buni qilib olamiz. Dadam rahmatli shunaqa edilar. Ro'zg'orga birinchi o'rinda yaxshi qarardi. Ikkalamizda ham shu fazilatlari bor. Endi meni go'lim to'g'ri tushuninglar. Sizlarni kulginglarda azizlar. Hozir Xudoga shukr mana bitta gol urib oldim. Hozircha 1-0. Ikkalangiz, mana singizni, onangizni hayotida katta yo'qotish bo'lgan, bu o'sha katta san'atkor, mashhur san'atkor, Kungi darg'asi deymiz, Rustam Hamroqovni olamdan o'tganida. O'shanda siz necha yoshda bo'lgansiz Samandar? Siz nechida Iskandar necha yoshda bo'lgan? Men 5-sinf bo'lganman, Samandar 3-sinf bo'lgan. Shunda 11 yosh va 9 yosh bo'lganmiz. Qanaqa qabul qildilar yoki o'sha voqeani qanaqa eshitdilaring? bu juda bir shok holat. Shunday, ha, shok holat Shok bo'lgan. holat bo'lgan. Chunki kutilmaganda, masalan, amakim uyga kirib, eshikni taqillatib, eshikni ochganlar onam, biz uxlab yotuvdik bolalar. Dadam ishdan, xizmatdan kelishlari kerak edi. Dadam Eshik taqiladi, biz dadam deb o'yladik. Chunki har kuni kechqurun 11:30, 12, 12:30 kechasida eshik taqilladimi, u dadam bo'lardi-da. Dadam bo'lardilar-da endi kechasi. Eshik taqillayapti, onamiz eshikni ochgan turdilar. Tabiiyki biz yotibsa dadam keldilar deb yotibmiz. G'udu ovozlar bo'lyapti. Yig'ib bo'lib ketdi birdaniga. Koridorda biz ichkarida. Tinchlikmi, nima bo'ldi tushunmayapmiz. bo'linglar, kiyininglar, tez bolalarni kiyintiring. Ketdik, qishloqqa ketamiz dedilar-da, amakim. Onam aytdilarki, to'xtang, akangiz kelsinlar, xo'jayin kelsinlar, keyin hammamiz birga boramiz, tinchlikmi? Endi 100 dan oshgan opacham bor edilar, opoq dadamning onalari bor edilar. Ular 109 da o'tdilar. Onam o'yladilar, o'sha buvim o'tib qoldilar shekilli deb o'yladilar-da. Shunaqa bo'ldimi, opacham o'tib qoldilarmi? Hozir xo'jayin kelsinlar, hammamiz boramiz dedilar. Keyin voydat akamni yo'qotib qo'ydik deb amakim, Botirali amakim qattiq baqirib, devorni urdi o'shanda. Devorni urib, qattiq baqirganda biz uchala farzand jing etib uyg'onib ketdik-da, birdanigaligi qattiq ovozga. Hozirgacha hammamizda yarim kechasi uxlayotgan paytda duk etib birdan uyg'onib ketish bor. Shu sizda bormi shu narsa? Menda hozirgacha bor shu. Sevarda ham bor ekan shu narsa. Shunda bilganmizki, demak, mashtaqa bo'ldi, akam o'tib qoldilar. Lekin bir narsa bo'lgan. Hozirgacha nima qilsam, bizni dadamiz o'lishi mumkin emas. Qanday dadam o'lib qoladilar? Dadanglar o'lib qoldi deyaptilar onam, dadanglar mashina bo'libdilar. Lekin biz dadamiz o'lishi mumkin emas. Juda katta odam bo'lganlarda bizni nazdimizdagi savlat ham, obro' e'tibor ham, umuman vajohatlari, u odam o'lib qolishi
bizni tasavvurimizga sig'maganda biz dadamiz o'lib qoldi desa, hay shunday gapda bo'lyapti-yu, lekin aslida unday emas. Biz ishonmaganmiz. Biz haligi shokda bo'lganmiz, lekin siqilib yig'lamay bormaganmiz, chunki ishonmaganmiz. To dadamizni olib kelib tushlarini ochib ko'rsatishmaguncha. O'shanda ham tirikda yotibdilar-da, agar esingda bo'lsa. Kulib yotibdilar. Kulib yotibdilar. Bola bo'lgan ekanmiz-da va birinchi marta meni ham Samandarni ham mayit ko'rishimiz, jonsiz tanani ko'rishimiz o'sha otamizniki bo'lgan. Ungacha mayit ko'rgan emasmiz, o'lik ko'rgan emasmiz-da. O'shanda ham buni mayitligi yo'q, hozir turarlar. Ozda yotibdilar-yu. Hayolimizda shunday narsa bo'lgan deb shuni yetmaganmiz. Unchalik ham. Va dadamizdan keyin ham haligi 3 bo'ladi, 7 bo'ladi, bilasiz-ku endi haligi 20si, 10i, 40i bo'ladi degancha oila katta, odam ko'p bo'lgani uchun atrofimizda tinimsiz ko'p odam bo'lgancha bizga rahmi kelinmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Silaydigan qo'llar, boshimizni silaydigan, mehr beradiganlar to 40 minutlarda hammasi tarqab o'z ishini ketdi. Keyin o'zimiz onamiz bilan yolg'iz uyda qolmagunimizgacha ungacha his qilmaganmiz. Shaxsan men his qilmaganman. Mehr berib turadigan taftlar ko'p bo'lganda atrofimizda. Keyin mana 3-4 oydan keyin o'zimiz yolg'iz qolganimizdan keyin onamizga savollar berishni boshlaganmiz. Dadam endi kelmaydilarmi? Dadam nimaga kelmayaptilar? Biz chunki o'lib qolish nimaligini tushunmaganmizda, biz u odamni boshqa umuman ko'rmasligimizni biz tushunmaganmizda o'sha paytda. Xayrlashib olinglar otanglar bilan degan payt. Bir oylab 40 kunlab gastrollarga ketardilar-da. Va tasavvur qiling, bir oy yana dadam bizni xuddi o'sha ahvolda, yana o'sha muhitda tuyulaverganda kelarlar, bab dadam keladi degan narsa bo'lgan. Lekin hozirgacha biz uchun bu inson o'lmaganlar. Chunki qayerga borsak, Rustam Hamroqulov o'g'li, Rustamning o'g'li deb hozirgacha biz otangizni ko'rganmiz. Biz otangizni deb ko'pchilik har doim kelib birinchi o'rinda otangga rahmat, otang yaxshi inson edi degan gapni gapirishadi-ku. Mana shu narsani o'zidan biz bilamizki, demak, bu inson o'lmagan. Alhamdulillah, Xudoga shukr, shu insonni farzandi ekanmiz. Ulg'ayishga to'g'ri kelganmi? Onangizni bir o'tish kerak, onangiz yonida. Biz birdan ulg'ayganmiz. To'g'ri, endi aytyapsiz-ku, haligi holatlar o'tib ketgandan keyin, dadamizdan keyin 2-3 oydan keyin ulg'ayib qolganmiz. Chunki onamizni holatlari juda og'ir holatga kelib qolgan. Chunki bular yaxshi ko'rishib turmush qilishgan, dadamiz bilan onamiz bir dargohda o'qishgan, yaxshi ko'rishib turmush qilishgan, juda bir-birlariga bog'lanib qolishgani uchun onamni ruhiy holatlari, dadam olamdan o'tgunlarigacha bo'lgan onam, dadam olamdan o'tganlaridan keyin onam bilan 100% farq bo'lib qolganda. Ruhiy holatda ham, o'zini tutishda ham, sog'likda ham, jismoniy ham. Onam yotaverardilar-da, ovqat yemasdilar. Tamom, o'zlarini. Bizda qo'rquv bor ediki, endi onamiz ham bo'lib qolar ekanlar. Soddaroq qilib aytyapman, endi onamiz ham bo'lib qolar ekanlar. Chunki shunga qarab ketyapti-da. Keyin yo yaxshi kimlardir kelib o'shanda ham barib avvalo Xudo qo'llab onamizga motivatsiya beradiganlar bo'lgan o'sha paytda ham. Ana bolalar uchun yashamasang keyin deb o'zingni qo'lga. Yo onamiz o'zlari ham barib kuchli ayollar. O'zlarini qo'lga olib, oyoqqa turib qarasalar bo'lmaydi. Va hozirgi kunda ham men doim aytaman, Iskandar bilan Samandarni oyoqqa turishiga hozirgi holatimizni 70-80% onamizni mehnatlari, onamizni motivatsiyalari, onamizni qattiqqo'lliklari, onamizniki nima bo'lsa ham 70-80%. 20-30 to'g'ri o'zimizning mehnatimiz, u ham bo'lsa onamizning motivatsiyalari bilan mehnat qilmasang bo'lmaysan. Endi biz bolalikdan o'rgangan barcha ko'nikmalarni biz bitta ayoldan o'rganganmiz-da, hammasini. Onamdan o'rganganmiz barcha ko'nikmalarni. Birovning haqqiga xiyonat qilmaslik, to'g'ri so'z bo'lish, o'g'irlik qilmaslik. Onam til adabiyot o'qituvchisi bo'lganliklari uchun, masalan, biz endi katta bo'layotgan paytimizda Birovdan gapirmaslik, yeyman, ichaman, kiyaman degan paytimizda o'tib qoldilar-da dadam. Onamga qiyin bo'lgan. Onam endi obedgacha maktabda dars berardilar. Obeddan keyin masalan ona tili adabiyotdan repetitorlik qilib o'qitardilar bolalarni. Va bizga aytganlarki, o'g'lim, bitta aravani bitta odam tortsa osonmi yo 3 ta odam tortsa osonmi? Biz aytardik, 3 ta odam tortsa oson. Shuni men bir o'zim tortyapman bolalarim. Foydanglar tegmasa ham, lekin zararinglar tegmay tursin, jon bolam, shuni yordamlashinglar. Tortmasanglar, tortishmasanglar orqadan tortmanglar. Orqadan tortmanglar. Yuk bo'lmanglar.
Shuning uchun biz bolalikdan bizda deyarli bolaligimiz hammasi iloji boricha nima qilsak shu onamga yordamlashsak, biz ham pul topsak-da, derdik-da. Lekin to'g'ri tarbiya qilgan ekanlar. Nimani to'g'ri uslubni, qattiq qo'llikni. Onam qattiq qo'llik bilan tarbiya qilganlar. Biz hozir ham onamizdan qo'rqamiz. Bu gapni kim qanday tushunsa tushunaversin. To'g'ri, onam biz hozirgi kunda onamizni ko'ngillarini og'ritib qo'yishdan, norozi qilib qo'yishdan, xafa qilib qo'yishdan qo'rqamiz. Eng asli o'shanda ham shunday bo'lgan. Oldin o'zlaridan ham qo'rqamiz, vajohatlardan. Urardilar, solardilar aylantirib. Qattiq ham turardilar. Hozir endi katta bo'lib qoldik. Masalan, hozir endi urmay so'kmay qo'y, agar o'shanga loyiq ish bo'ladigan bo'lsa, hozir ham urarlar, hozir ham so'rarlar. Kerak bo'lsa tortib. Hozir ham ayamaylar qarsilatarlar hozir ham. Endi kim degan odam bo'ldim. Mahallada hamma meni qo'li bilan ko'rsatib masxara qiladigan bo'ldi. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Bir kun gapiradi, 2 kun gapiradi. Xudo ko'rib turibdi-ku. Qachon, necha yoshda Rostakaniga bir qism ko'tarib kela boshladi? Urinib ko'rdilar masalan. Sizda ko'proq oldiroq bo'lgan. Ha, yo'q, biz 10-sinfdan to'ylarga chiqardik. 10-sinflardan biz o'zimizcha emas, biz haligi bilasizmi, 5-sinfligimizda olamdan o'tgan bo'lsa, demak 10-sinf bo'lgan bo'lsa, 5 yil bo'lgan dadamizni olamdan o'tgan edik, lekin dadamizni el ichida hali taftlari sovimagan, reyting tushmagan, Rustam Hamroqulov hali unutilmagan. Hozirgidek emasda endi o'sha talabbor Rustam Hamroqulov ustiga 5 yil bo'lgan bo'lsa, Rustam Hamroqulovni sog'inganlar, muxlislar bor shu. Bizdan qidirishar ekanda, endi nima qidirsa, shuning uchun haligi izlashsa, xumorlarini bosish uchun. Va biz ham yangi boshlagan paytda kasetalarda eshitib, dadamiz qandoq ijro "ya" deydigan joylarini "ya" deb Bir xil kopiya qilganmiz. Adinqadda bu deydigan sizga bir xil kopiya qilib ijro qilardi. Va to'ylarda mana shu narsa zo'r natija berardi-da, endi xizmatlarida birinchidan Rustam Hamroqulov o'g'liga qaragandek qarashardi. Va o'sha narsani xuddaligi to'tiq qushdek kopiya qilib ijro qilganimizga o'sha narsalarga qolib o'g'il qilib to'ydan to'y boshqa xizmatlar ham chiqish boshlaganda, endi juda katta pul emas, uni har holda 1-2 kilo go'shtni pulini, 3 kilo go'shtni puli, 1 kilo kartochka, 1 kilo piyoz bilan pulni ko'tarib kelardik har holda. Demak, o'sha pul ham ijod orqasidan kelgan. Ha, shu onamiz uyga olib kirardi. Aloni ham hamma har xil aytar ekan. E'tiborli bo'ling deb. Masalan, alo. Alo. Kampirlar ko'tarib qoladi. Ala! Singilga munosabat endi har holda kichkina va u biroz erkalik qilgan bo'lishi ham mumkin. Endi bu qanaqa edi muomala munosabatlaringiz? Qachon jahllari chiqarardi, qachon yaxshi ko'rib ketardilar endi? Nimalar bo'lardi? Birorta voqealar aytib beringlar, xarakterli. Biz onamizga erkalik qilsa, hozir ham shu narsa bor. Hozir ham koyib turamiz singlimizni. Chunki bitta qiz bo'lganligi uchun u onaga erkaroqda, onaga sal erkalanibroq olib berasiz degandek qilib aynan shunga o'xshagan bir tonlarda gaplashadi-da, endi erkalanib. To'xta, o'zi yaqinda istimalab ba'zilari 3 kun o'zlariga keldilar. Biz ehtiyot qilamiz. Qayerda bo'lsa onam nima? Bo'lmasa bo'lmas. O'g'lim Ashadga bir toza havoga chiqib bo'ldi deydi, shuni mashinaga o'tkazadi, Chorvoqqami, aqam o'ynatib bir basdan. Aka bir joyga boraman deb turgan joylarida keldim. Tayyormisiz? Kiyinmabsiz deb borgim kelmay qoldi. Bo'pti. Masalan, ikkalamizda shunday narsa. Oqni oq desalar oq, qorani ko'rsatib sariq desalar sariq. Shu. Bizda shunaqa. Endi ana singilda o'sha boralikda ham oqni ko'rsatib oq desalar, qizil desalar, qarama o'zinikini haligi nima qilsa, o'shaqa paytda bolalikda ham men onamga erkalik qilyapsan. Onamni ehtiyot qil. Baribir biz katta bo'lgan ekanmiz-da, endi haligi onam ruhiy holatlarida sinib tiklanishlari juda qiyin bo'lganda, u jarayonda singlim ko'zim bilan ko'rgan bo'lsa ham his qilmaganda, bola bo'lgan. Singlim juda yosh qolib ketgan bo'lganda. Biz endi katta bo'lib qolganligimiz uchun o'sha tarafdorlari bo'lib, faqat shunaqa paytda koyib so'kmagan bo'lsak, o'shanda ham
endi qiz bola bo'lgan, har holda endi ikkita o'g'il bolaning ichida o'sgan, sal o'g'il bola fe'li ham bor. O'zi o'g'il bolalardan o'rtog'i ko'p uni. Kursdoshlarini ham ichida Keyin institutda o'qib yurgan paytda ham domlalar chaqirtirardi yo kursdoshlari chaqirtirardi. Ikkalamizni tanamizni mundoq qilib qo'shsa, keyin sinimiz gavdasiga bitta kelamiz, sinimiz gavdalikda. Gavdalikda dadamiz Dadamlarimga o'xshagan. dadamga tortgan. Dadam gavdalik edilar-da. Institutda ham chaqirtirishardi, domlalarim yo kursdoshlari aka deb borsak, aka endi hurmatinglar bo'ldi. Janglar urib tashlab o'g'il bolalar ham o'g'il bolalar bilan shu gap qovushmasa urib tashlab. Keyin uyga kelganda so'kardik o'g'il bolalarni. Undan ko'ra gaplashma, boshqa qilma, qo'l ko'tarma unga. Xudoga shukr, meni hurmatimni qilibdi, uni hurmati, bizning hurmatimizni qilmaydiganlar ham bor. Har xil odam bor. Qanasan, bu o'g'il bola ham qo'l ko'tarib bo'ladimi? Chal shunaqa fe'li ham bor. Hozir ham koyib turamiz. Bir-bir. Samandar ham sinovdan o'tdi-da. Demak, mana bugun endi shukr hammasi yaxshi. Qizi bor. Yillar davomida mana shu baribir bo'shliq bo'lgan, kemtiklik bo'lganda, endi siz aka sifatida buni ham ko'rib qiynalgan paytlaringiz bo'lganda, qanaqa qilib nima deydi, taskin berish yo'lini qilgansiz? Nima dedingiz o'sha holatda? Men bitta gap aytganim esimda bunga. Uka o'sha paytda 12 yil bo'lganmidi unda? Mana 12 yil bo'lyapti, Xudodan so'rayapmiz. Albatta bo'ladi. Endi bu tarafini o'ylab qaragin. Kimdir 12 yosh bolasi olamdan o'tib qoldi. Kimdir 14 yosh bolasi uylangan, farzandli bo'lgan, 14 yildan keyin haligi farzand olamdan o'tib qoldi. Endi senga bitta farishta tushib aytsa-da, senga ham beramiz, ammo 13-14 yildan keyin o'tib qoladi. Yoki 15 yil sabr qilasan, keyin o'lmaydiganni beramiz. Desa, qaysi birini tanlaysan? Sen albatta, kutamiz, ilohim o'lmaydiganni bersin. Mana bu ham behikmat emas uka. Umrimni ham bersin. Men bola yo'qotganman-da, men farzand yo'qotganman-da, meni bir 1,5 yosh bolam, o'g'lim, ikkinchi o'g'lim Ahrorbek bo'lmay qolgan. Eng bizga o'zi Raza Samandarga o'xshardi o'sha o'g'lim. Amakisiga. Shirin bo'lgan payt. Juda shirin, juda talantli bola edi, 1,5 yosh bola shunaqa. Shuning uchun uka bolani yo'qotishingni og'rig'ini men bilaman. Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimizni boshqaga ur deydi. Men uni zarbini, uni naqadar ko'tarib bo'lmasligini, qiyinligini men boshimdan o'tkazdim. Men senga uni so'z bilan ifoda etib tushuntirib bera olmayman. Ming bitta choyni, bitta sharbatni de ichib, mana bunaqa ekan deganing bilan ta'rif berganing bilan o'zi ichib ko'rmagungacha xuddi shunisiga men bola yo'qotishingni bilganman uka. Shuning uchun sabr qilamiz, Xudodan so'rashda davom etaveraylik. Sen ham so'rayapsan, men so'rayapman, onam so'rayapti, oilaviy so'rayapmiz. Bo'ladi. Bo'lmaslikning iloji yo'q. Chunki u borda, u Parvardigori bor, beraman, mendan so'radigan. Biz so'rayotibmiz, bo'ladi, sabr qil. O'zingga ichingga olma, bir kasal-pasal orttirib olma. Ijodda davom et. Qo'shiqlaring kamayib qoldi, boshqa qoldi. Ijodda davom et. O'ylama. Ana. 3 ta o'g'il. Shu 3 o'g'il ham senik. Menda ham 4 ta o'g'il, bitta qizda. Chopatdi, mana. Shu bolalar ham seniki deb. Yo, ko'z emas, shu gaplar bilan misollar keltirib qo'limizdan kelgancha taskin berganmiz-da. Alhamdulillah, mana mevasini ko'rib turibmiz.